Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Gujitdagi haqida gaplashamiz. Mana ko'chatlarimiz ham уже oxirlashdi. Bir necha kun ichida tugaydi. Sotuvni to'xtatamiz. Chunki daraxtlarimiz ko'karib ketyapti. Endi kimki ulgurgan bo'lsa olib qoldi. O'zi ham mingdan ziyod odamga yetkazib berdik ko'chatlarimizdan. Mana shu ko'chatlarni yetmay, ulgurmay qolganlari nasib bo'lsa kelgusi yilga. Hozirda yana bir 10 mingta ziyodroq ko'chatini ekdik qalamchalardan. Nasib bo'lsa bu yilga noyabr oyidan qo'ng'iroq qilsangizlar, fevralda oxirlarigacha ulgurib qolamiz kelgusi yil sotishga, olishga. Mana ko'chatlarimizdan olgan insonlarga murojaatimiz doim qo'ng'iroqlashingizlar. Doim maslahatli yaxshilar baribir. Bu ko'chatlarni rivojlantirish uchun doim qo'ng'iroq qilib so'rab borsangizlar yoki telefonni ko'tarmagan taqdirimda ham qayta qo'ng'iroq qiling yoki Telegramdan yozib Telegramga tashlab qo'ysangiz ham javob qaytaraman vaqt topib. Endi hammaga birdek javob qaytara olmayman. Iloji bo'lsa vaqti bilan javob maslahat berib turaman. Qanday rivojlantirish haqida. Nasib bo'lsa mana shifo baxshlarni o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Judayam bir yaxshi narsa. Bu doimiy iste'mol qilib yurgan odamda judayam bir effekt yaxshi bilinadi. Qanday qilib iste'mol qilishlarigacha o'rganib olasizlar. 2 yilgacha maslahatlashib tursangizlar, keyin o'zlaringiz mustaqil 2 yil ichida yaxshi bir mutaxassis bo'lasizlar bu soha bo'yicha. Gujitda.com mevalarini yetishtirish bo'yicha. Ayrim kommentariyada yozayotganlarga juda ham e'tibor bermayapsizlar. Bular shunaqa narsalarni yozyapti ular. O'zlari hali bu haqida Gujitda.com mevasi haqida umuman tushunchasi yo'q. Lekin o'zini bir yolg'on informatsiyalari bilan, negativ so'zlar bilan har qanday odamni to'xtatib qo'yaman deydi ular. O'sha uchun qiziqingizlar. Hozir mana Gujitda.com mevalari ham ancha videolar ko'payib qoldi. Har xil videolar chiqyapti. To'g'ri, hammasida ham kamchiligi bor. Qanaqa iste'mol qilishlarini to'liq aytilmayapti. Qanaqa nima kasallargaligini to'liq aytib bera olmayapti. Ular ham eshitganini aytyapti. Men bu Gujitda.com haqida juda bir ko'p o'qiyman. Doim endi meni ishim, soham shu bo'lib qoldi. Faqat shuni o'zini ko'paytirish, xalqqa xizmat qilish, xalqni shunga o'rgatish. Nasib bo'lsa mana daraxtchilarni ekib olganlar yillar kelib aptika degan narsaga umuman bormay qo'yasizlar. Sog'lom yursangiz, shu o'zi Gujitda.com mevalar sizni sog'lig'ingizni yaxshi ushlab tursa, aptekaga borish shart emasda o'zi bunday o'g'ilni. O'sha uchun yaxshi rivojlantirishga harakat qilingizlar. Birinchi yil suvni yaxshi talab qiladi, ikkinchi yilga o'tib suvni ko'p talab qilmaydi bu Gujitda.com ko'chatlari. O'sha uchun doim qo'ng'iroqlashib, maslahatlashib rivojlantirsangizlar juda bir yaxshi rivojlanib ketadi. Tarkibi juda ham kuchli. Даже inson sog'lom yashash uchun yo'q. Vitaminni o'zi yo'q bunda. Sink, selin degan moddalar bor. Bular juda ham bir yaxshi. Masalan, erkaklarimiz uchun. Odamning rangiga ham yaxshi javob beradi. Mana teri kasalliklariga sinklar. Ham immunitet ko'tarishda ham juda katta rol o'ynab beradi. Kasalliklarga keladigan bo'lsak, deyarli hamma kasalliklarga to'g'ri kelyapti. Faqat me'yoridan oshmasdan doimiy iste'mol qilib yurish kerak degan. Mana ko'chatni ekib olgan insonlarda imkoniyat ko'pda. Doimiy oilaviy iste'mol qilish kerak. Shunda odam sog'lom ham bo'ladi. Sog'lom yashaydi. Bu Gujitda.com ko'chatlarimiz doimiy joyiga ekilsa 100 yil yashab beradi deyilgan. O'sha uchun mana shakl berishlarni ham hali o'rganib olasizlar. O'sha shakl berishlar haqida ham videolar chiqarib boshladim. Shakl berishi ham ko'p narsa bog'liq. Mana hosilni ko'paytirishga, hosilni kamaytirib qo'yishlariga, hosilni katta bo'lishi uchun ham shakl berishga bog'liq ekan. Buni o'zi sinab ko'ryapmiz biz. Agar yaxshi shakl berilsa,
hosili ham katta bo'ladi. Mana oziqa berganda ham iloji boricha faqat tabiiy narsalardan oziqa berish kerak. Ximikat ishlatmaslik kerak, chunki o'zingiz iste'mol qiladigan narsaga ximikat umuman to'g'ri kelmaydi. Qancha bo'lsa molni go'ngidan bering, tabiiy oziqalar. O'shanda hosil ham yaxshi bo'ladi, sifati ham yaxshi bo'ladi, tarkibi ham yaxshi bo'ladi, tarkibida o'zgarish bo'lmaydi. Nasib qilsa mana doimiy iste'mol qilaverasizlar, o'zi buni shifobaxshligini aniq o'zlaringiz bilib olasizlar. Mana kommentariyada yozingizlar, qanaqa sizga ta'sir qilayotgani. Telefonga qo'ng'iroq qilishadi, shunaqangi xursand, shunaqangi bir xursandchilikdan foyda qilayotganlariga. Lekin ko'pchilik umuman bu Gojet.com haqida tushunchasi ham yo'q. Shunaqangi negativ yozadi u kishilar. To'g'ri, ularda ham to'g'ri tushunish kerak. Ular endi yozmasa bo'lmaydi, nimadir deb negativ bildirish kerak. Lekin bu ham yaxshi. Bu negativlarning ko'pligi men o'zimning ustimda ishlashimga yana ham turtki bo'ladi. Bu Gojet.com mevasini qancha ishlasam kamda. Uni qancha ko'p bo'lsa shuncha yoritib berishim kerak. O'sha uchun klientlarimiz, obunachilarimizga doim xizmatda bo'lamiz, doim shunchalarni yoritib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Agar mana rus tilini, ingliz tilini yaxshi biladiganlar bo'lsa, masalan ruschada, Yevropacha, inglizchada, mana Google'da juda ham ko'p prilojeniylar beriladi. Keyin mana chatbotdan so'rasa ham bo'ladi, sun'iy intellektdan. Bu Gojet.com или Yagida Goji nima, qanaqa kasallarga deb. Ularda ham ko'p ma'lumot berishyapti. Endi bu Gojet.com haqida qancha ma'lumotga ega bo'lsak shuncha kam. Bu haqiqatan bir ilohiy narsa. Shunaqangi shifobaxsh hech bir mevada uchratmadimki shunchalik darajada shifobaxshligini. Bu yaxli terapiya deyilganda. Masalan, siz buni davlinaga deb ichadigan bo'lsangiz, даже qonni ham tozalayapti, qonni ham suyultiryapti, qon aylanishlarigacha yaxshilab beryapti. Даже meditsinada davolanmay yurgan kasalliklarni ham davolasa bo'ladi. Meditsinada qanaqa kasallar, masalan, og'doqni ham aytgandek davolanmayapti, bu bilan davolasa bo'ladi. Keyin mana bir necha yildan beri tromb bo'lib qolgan insonlar bor. Kimdadir boshida, miyasida tromb bor, kimdadir yuragi atrofida tromb bo'lib qolyapti. Kimdadir oyog'ida tromb bo'lib qolyapti. Shtobi oyog'ini bosolmay posle insuldan keyin shunaqa bo'lib qolgan. O'shalarni ham ochsa bo'ladi. Faqat me'yori bilan doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Uni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda hech bir kasallik bo'lmaydi. Chunki mana ichaklar toza bo'ladi, qabziyat bo'lmaydi, immun baland bo'ladi, qon normada suyuqlikda bo'ladi, modda almashinuvi yaxshi bo'ladi. O'tdagi dimlanishlarni olyapti, jigarni yaxshi tozalayapti. Shuni evaziga har qanday kasal so'rilib ketadi, har qanday kasal. U ko'zdagi katrakta deysizmi, sahar deysizmi, davlna deysizmi, suyak yemilishi deysizmi, poliartrit deysizmi, jigar siryozi deysizmi, jinsiy quvvatdagi zaiflik, prostatit shishlarini ham doimiy iste'mol qilsa qaytaradi. O'sha uchun harakat qilingizlar, qiziqingizlar doimiy iste'mol qilishga. Doimiy iste'mol qilib yurgan insonda hech bir kasallik bo'lmaydi. Buni men to'liq aytib berib bilaman, faqat doimiy iste'mol qilish yo'lini qo'yib olish kerak. Xuddi bir ovqatlanish kabi doimiy iste'mol qilishga harakat qilish kerak. Mana shunday yegan bir Gojet.com sizga dori bo'lib xizmat qilish kerak. Kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Doim negativ bo'lmasligi kerak. Kayfiyatni men o'sha Gojet.com mevasi bilan tuzalaman, tuzalishim kerak. Mana tuzalyapman. Shunda sizda hech bir kasallik bo'lmaydi, hech bir kasallik. Yaxshi kayfiyat bilan iste'mol qilib yursangiz, hamma dardingizdan shifo topasiz, hamma dardingizdan. Даже sog'lom yashaysiz, yosh ko'rinasiz boshqalarga nisbatan. Mana shuni 1 yil to'liq iste'mol qilib yurgan insonlarda deyapti. Shu Google'da o'qiganman-da. Mana tengqurlaringizdan 13 yosh ko'rinasiz deyilgan. Bu asosan ayollarimiz uchun juda bir kerakli narsa, yosh ko'rinish. Ayollarimiz juda bir qiziqadi. Erkaklarga bunchalik qiziq yo'q yosh ko'rinishda. O'sha uchun qiziqingizlar, doimiy iste'mol qilishga harakat qilingizlar. Me'yordan faqat ko'p bo'lib ketmasin.
doimiy iste'mol qilgan insonlarda sog'lom yashaydi, uzoq umr ko'radi. Uzoq umr ko'radi desa, negativchilar boshlaydi. Voy, sen emas, mevachang nima qilib bilaydi? Alloh bergan umrni ko'radi. Shu mevachani ham Alloh yaratib qo'yibdi. O'sha Allohim shuni bandam yesin degan maqsadda yaratgan. Alloh yaratmagan narsani bandasi yaratolmaydi-da. Endi shunga biz bir sababchi bo'lib qolaylik. Shuni o'qib o'rganyapmiz, shuni o'qiyapmiz, haqiqatan umrni uzaytiradi degan mavzularni o'qiyapmiz. O'sha tomondan bizlar ham umrni uzaytiradi deb yozamiz. Havodan olib yozolmaymiz bizlar ham. O'sha uchun qiziqingizlar. Negativlarga juda ham ko'p ishonyapmangizlar. Maqsadimiz sog'lom yashash, uzoq umr ko'rish, yosh ko'rinish. Shuni o'zi yetarli biz insonlar uchun. O'shanga harakat qilaylik, o'shanga rioya qilaylik. Mana ovqatlanish madaniyatiga sal e'tiborli bo'laylik. Doimiy iste'mol qilishni yo'lga qo'yib olaylik. Kayfiyatni yaxshi qilaylik. Kayfiyat ham juda ko'p narsaga bog'liq. Ko'p kasallarni so'rilib ketishiga kayfiyat bog'liq. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, har qanday kasal so'rilib ketadi. Chunki inson o'zini organizmida shunaqangi bir tabib vrachlari bor, har qanday kasalni yengib o'tadi ular. Ularga faqat ishonish kerak, ularga mushayt qilmasligimiz kerak. Tanani o'zi kurashaveradi har qanday dard bilan. O'sha uchun e'tiborli bo'laylik shu tomonlariga. Har qanday darddan eson-omon, sog'-salomat qutulib ketadi nasib bo'lsa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog'lom yashaymiz nasib bo'lsa. Komil ishonch, tabiiy energiya, sog'lom tana degan bir shiorlarga e'tiborli bo'lib, doim sog'lom yashashga harakat qilamiz nasib bo'lsa. Har qanday vaziyatda tushuntirib, qo'ng'iroq qilib so'rab ketingizlar. Tushuntirish, ma'lumot berishlar meni ishim. Doim sizlar qo'ng'iroq qilib maslahat olib turingizlar. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bilmaganlarni bilganlardan o'rganamiz. O'sha uchun doim e'tiborli bo'laylik sog'lig'imiz uchun. Mayli, e'tiborlanish uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, kasalga chalinmangizlar hech qachon. Har qanday kasalni kayfiyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan yengib o'tsa bo'ladi, har qanday kasal. Yashash tarzimizni o'zgartiraylik. Menga nima deyishni o'rganish kerak. Juda ham ancha bo'lib qolmaslik kerak, asabiy bo'lib. O'shanda hamma kasaldan qutulsa bo'ladi nasib bo'lsa. Mayli, sog' bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda uchrashguncha. Sizlarning sog'liklaringiz bizlar uchun juda kerakli. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.